Hujurat surasi 12-oyatda aytilgan. Nimani gumon qilinishda, ehtiyot bo'ling gumon qilishda. Gunohkor bo'lib qolishingiz mumkin. O'lik birodarini yeyishga tenglashtirilgan. Mana hozir shuncha bir meni ustimdan Ramazon oyida mazg'avalar to'kilishi boshqasi. Xo'p, endi bu Tangridan hech kim hali yelkasiga tushgan narsadan qochib qutulolmaydi. Endi kecha arvi Furqatdagi direktor chiqib olib Qur'ondan oyat keltiryapti. Ramazon deb qo'yadi. Alloh guvoh deb qo'yadi. Sizlarga bo'laverar-da. Sizlar bemalol oyat ham keltiraverasizlar. Sizlarga bo'laveradimi? Sizlar Qur'on sizlarga xizmat qiladimi deyman. Oyatni ham noto'g'ri keltiryapti. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katiran minaz-zon degan. Gumoni ko'p narsalardan saqlaning. Ya'ni bunda qaraganingizda ko'pi gumon. Ba'zi joyga shubha bo'lib turibdi, o'shandan saqlaning degan. Nimaga desa, inna ba'daz-zon ism degan. Ba'zi gumonlar gunoh degan. Ba'zi gumonlar gunoh, hamma gumon emas. Jinoyatchidan gumon qilinadi. Ikkita begona erkak bilan ayol ikkinchi etajga chiqib olib, qip yalang'och turgan bo'lsa, ulardan gumon qilinadi. Bu yerda gumon g'olib. Buni g'olibi zon deyiladi. Oyatni o'ziga burishini qaranglar bunda. Oyat qachondan buni kerak bo'lib qoldi maktab direktoriga? Ular dinni aralashtirmaling deyatuvdilaring-ku. Ikkita odam o'zi xur nima qilsa bo'laveradi deyotgan edilar-ku. Biz ham aytyapmiz, nima yesalaring, nima tezak yesalaring, nima mag'zava ichsalaring ichib yuraverlaring, xalqni aldamalaring deyapman. Senlar ham o'zingni oppoq ko'rsatib, pokiza nomusli ko'rsatib, ham senga qarshi odamlarni hammasini jinoyatchi ko'rsatishga haqqing yo'q. Sen ikkalang o'sha joyda, va alaykum assalom. Biz o'zimiz ixtiyorimiz bilan, rozi-rizolik bilan shunaqa ishni qildik desang, hech kim senga hech narsa demaydi. Zotan uni qilib yurgan odamlarga hech kim hech narsa demayapti. Alloh bor. Oqibatini biz kitoblardan bilamiz. Oqibati yaxshi bo'lmaydi bular. Lekin qarshi tarafni bizni shunaqa qildirdi degan gapi jinoyat bu. Bu jinoyat. Bu to'g'risida ariza yozganlarni arizasi ko'rib chiqilish kerak. Xalq ahmoqmi? Natijasi nima bo'ladi? Jinoyatda ya'ni mavzusida jinoyatning natijasi degan tushuncha bor. Nima natijalarga, nima oqibatlarga olib boradi? Buni o'rganish kerak. Bu nima oqibatga olib boradi ertaga? Har qanday shunaqa odam chiqib olib turib, Hujurat surasi falon oyat desa, menga ham aytuvdi, Nur surasi falon oyat deb. Oyat qachondan bularga ya'ni ishlatiladigan asbob bo'lib qoldi? Qachondan beri?